Shuning uchun bir insonni asl qiyofasini, asl basharasini ko'rishni xohlasang, g'azabi kelgan paytida ko'rgin. O'zi munofiqlikda alomati ham bittasi shu. Munofiqlar g'azabi kelmaganda yuvosh odam bashara bo'lib yuradi. G'azabi kelganda odam basharali yig'ishtiriladi 10 minut, 20 minut, 1 soat, to g'azabi ketgungacha hayvon bashara bo'lib qoladi. Ya'ni yomon bo'lib qoladi. Darrov mushotadigan, tepadigan, so'kinadigan, tuhmat qiladigan, u odam bilan oxirigacha olishadigan, keyin gaplashmaydigan, keyin ko'rishmaydigan odam bo'ladi. Shunaqa odam bo'lsa, ichimizda o'zingiz uchun bilib qo'ying, siz yomon odamsiz, ya'ni rasvo odamsiz. O'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi baribir. Hali sahrligini bilib qo'ysa yaxshi-da baribir. Shirinlik yemay turadi. Endi men siz deya olmayman, bilsam ham demayman, chunki bu joyda buni deyish harom, mumkin emas bu. Lekin o'zlaring uchun bilib qo'yinglar, shunaqa achchiqlaring kelganda har xil qiliqlar, nimanidir otib yuborish, og'ziga kelgan gap bilan so'kinish, darruvda urishish, shallaqlik, terpilalik qilish, yozni chizdi, sen ko'rasan, deb xullas har xil shuna yomon hol, insonga yarashmaydigan holatlarga o'tadigan odamlar, biling hali siz yaxshi odam bo'lmabsiz. Men bo'lsam men. O'zlaring uchun bilib olinglar. Shuning uchun islom nima desa, mana shu joylarda islom, ya'ni achchig'i chiqqanda yutish, bir yutuq kelganda o'zidan ketib qolmaslik, haddidan oshmaslik, shu musulmon, islom shu, musulmonning sifati shunday bo'ladi.